Shu 200 ming so'm pul sizniki bo'lib qolishi mumkin. Faqatgina shu ko'rib turgan videolaringga bittadan like bosib turib, 15-yanvargacha bizdan Divizok xarid qiladigan bo'lsalaring akalar, Divizogimizning narxini kelishamiz. Narxidan tashqari gazlaringga, o'zlaringning ehtiyojlaringga 200 ming so'm bonus sifatida qo'shib beramiz. Divizoklarimizni bizda do'konimizda har xil modeli bor. Aksiya shartlarini aytdik. Bittadan like bosasizlar, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib, 15-yanvargacha bizdan kelib Divizok xarid qiladigan bo'lsalang, narxini kelishamiz. Narxdan tashqari 200 ming so'm sizlarga bonus sifatida qo'shib beriladi. Video davomida ikki xil variantdagi Divizoklarimizni obzorini sizlar uchun qilib beramiz. 8500 modelda hamda 10500 modeldagi Kentavr original admotkasi misli katta motorli Divizoklarimizdan do'konimizga kelgan. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'ri joylashgan agrotexnikalar do'koni. Bu ikkovi ko'rsatib o'tadigan Divizogimiz ham Averli ATSli sistemada bo'ladi, ya'ni svet o'chgandan keyin Divizok avtomatik qo'shish, svet yongandan keyin Divizok avtomatik o'chish funksiyasiga ega akalar. Xo'p, bu Divizogimiz modeli 10,5 kW o'ziga yozilgan, toza maksimalni berish 10 kW dan 9 kW gacha tok chiqazib beradi. Bu degani akalar 10 kW gacha bo'lgan nagruzkalarni bemalol ko'tarib bera oladi. Xo'p, boshqa Divizoklarda yo'q funksiyalari bu Divizogimizda bor, ya'ni motori hech qaysi biri Divizokda 196 motor bo'lmaydi mana. Bu Divizogimizning motorlari 196 motor, 18-20 kuchli, xo'p, motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zida Divizogimizning motorida maslahatchilari bor, ya'ni yog' ozayib, eskirib qoladigan bo'lsa, Divizogimiz avtomatik o'chish xususiyatiga ega akalar. Xo'p, kalit orqali hamda rushnoy bemalol zavodit bo'ladi. Aver ATS sistemalarni ikkovlab bemalol ishlatsanglar ham bo'laveradi. Ortiqcha nagruzka bo'ladigan bo'lsa, Divizok avtomatik o'chib qoladi, ya'ni tashlab yuboradi akalar. Xo'p, benzin baklari 25-30 litrlik katta benzin bakdan Kentavr brendiga tegishli. Xo'p, rushnoy tortib yurg'izlangan bo'laveradi. Bemalol yonboshlarida rolillari bor, bemalol rollarni ushlab turib, bemalol joylarni o'zgartirib tushlatishingiz mumkin. Xo'p, toklarda ko'rsatib turadigan holatlari ham kompyuterli, ya'ni sensorli bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, $750 do'konimizdan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Narxini kelishamiz. Narxdan tashqari 200 ming so'm qo'shib beramiz. Faqatgina shartlar bajarib kelishlaring kerak bo'ladi. Ukam bizga kichikroq modeli ham bo'laveradi. Kilovatt ozgina kichikroq bo'lsin, narx arzonroq bo'lsin degan akalarimizga. Xo'p, 8,5 yozilgan, maksimalni tok berish 8-7,5 kilovatt tok beradigan, bu ham Kentavr brendidan Divizogimiz, ko'rishlaring mumkin. Bunaqa testlari alohida sotuvda bo'ladi. Xohlasanglar olinglar, xohlasanglar qolsin. Bu test oladigan bo'lsanglar, sizlarga o'sha Divizogimiz avtomatik o'ch, avtomatik yonish funksiyasini bajarib bera oladi. Xo'p, ramalariga bitta e'tibor berasizlar, juda ham baquvvat qilib ishlangan modelidan, Kentavr brendidan ma'lumotlari hamma yo'q o'ziga yozilgan. Buni motori 192 motor, ot kuchi 17 ot kuchi. Xo'p, akkumulyatorlari ham Gelevi akkumulyatordan, bu ham kalitga hamda rushnoy zavodit bo'ladi. Xo'p, 220 toza tok chiqazib beradi. Ortiqcha nagruzka bo'ladigan bo'lsa, tashlab yuboradigan funksiyalari ham bor. Hattan qanaqa Divizok olishdan qat'iy nazar birinchi o'rinda admotika hamda motoriga qarab olishlarini tavsiya qilamiz. Buni motorlari ham, admotkalari ham katta 16 sm-lik katta admotkalar bilan jihozlangan. Gulishiterning ustiga setka qo'yilgan hisobiga ovozi juda ham past bo'ladi bu Divizogimiz. Admotkasi 100% misli original variantidan bo'ladi. Kimga shunaqangi Divizoklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer qoldirib ketyapman, aloqaga chiqib oladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotini olishingiz mumkin. Xo'p, shumkali variantda ham bor, katta kichik variantda ham do'konimizdan topishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor. Optimal degan klientlarimizga optimal narxlarda, chiroyli narxlarda chiqazib bera olamiz akalar. Telefon qilib bog'lanasizlar.